Keskin muhokamalarga sabab bo'lgan maktab direktori Gulira'no Qosimova hamda Sog'liq bo'lim rahbari bilan bog'liq voqealar yana muhokamalar markazida. Kuni kecha tarqalgan videolarga izoh so'rash maqsadida Ichki ishlar vazirligining matbuot kotibi Shohruh G'iyosov bilan bog'landik. Assalomu alaykum Shohruh aka, yaxshimisiz? Men Demokrat Uzdan Ziyor G'ofurov bo'laman. Va alaykum, Ziyoraxon tinchmi? Bir-ikki masalada savollarim bor edi sizga, ruxsat bersangiz so'ramoqchi edim. Bemalol, nima gap? Aka, hozir Gulira'no Qosimovani videosi keng tarqalyapti. Hamma muhokama qilyapti. Shuncha video faktlar bor ekan, nega bu masala o'z vaqtida yoritilmagan deb o'ylab qoldim. Yo'q, to'xtang. Birinchidan bizga bu videoni tarqatishni hech qanaqa nafi yo'q. Agarda bizning maqsadimiz bo'lganda edi, biz birinchi kunning o'zida o'sha borib bu ayol Kunuzga borib, meni 11 kishi borib tepdi, meni sochimni tortdi, meni yechintirdi deb tuhmat qilgan paytda biz qo'yib yuborardik. Yo'q, aslida holat mana bunday bo'lgan deb turib. Agarda bizani bu ayolni sharmanda qilish niyatimiz bo'lgan. O'sha boshida shuncha mag'zavani ustimizga to'kilishini, shuncha chidab kelganimizning sababi nima? Chunki biz rasmiy organmiz. Biz unaqa birovni sha'nini, qadr-qimmatini sharmanda qilishga anaqamiz haqqimiz yo'q hech qanaqa. Mana hozir sudda ko'rayotgan narsalar bor, o'sha sud bo'yicha hammasi qilgan ishiga javob beradi. O'sha qilgan tuhmatiga ham, boshqasiga ham sudda ham keldi-ku shu narsa. Bironta holat tasdiqlanmadi bu urganligi, boshqa qilganligi to'g'risida. Buni yechintirmagan, o'sha kirib borgan ustiga hamma narsa o'sha sudda bo'lyapti-ku, ochiq-oydin bo'lyapti hammasi. Shuning uchun bu bizga umuman keragi yo'q buni bunaqa tarqatish, pastkashlik qilish. Biz haqqimizni o'sha qonun bilan so'rab olamiz. Endi videoga keladigan bo'lsak, bu video qarang. Nalog organlarida bor, sud organlarida bor, prokuratura organlarida bor, o'sha ta'limda bor, aslligi bo'yicha o'sha adliya organlariga ekspertizaga berilgan. Ularda bor bu video. Endi bu ayolga xusumati bo'lgan любой joy odam tarqatib yuborish mumkin. To'g'risini aytayim, men buni birinchi ko'rganimda, haligi video chiqib ketganini. Men o'yladimki, bu yana bularni bir sudga o'tkazadigan nayrangi deb o'yladim. Endi bular hozir tushunyapti-ku, o'sha tuhmatlar o'tmaganligini. Hozir bu video tarqadi. Keyin bu ayol bitta yarimta tomga chiqib qoladi deb, "Voydod, meni sharmanda qilishdi bu ichki ishlar organlari. Endi men o'zimni o'ldiraman. Ichki ishlar organlari meni videomni tarqatishdi" deb baqir-chaqir qiladi. U yerda tasodifan Toshkentdan kelib qolgan blogerlar o'tib ketayotgan bo'ladi-da, ular kim uni syomka qiladi. Ketdi hamma joyda yana janjal, yana mana bular tarqatib yorib, ayol sha'nini bulg'ashyapti. Bu ichki ishlar organlari shunday yovuz organki deb yana hamma joyda buni aylantirib sudga bosim o'tkazmoqchi deb o'yladim to'g'risi boshida. Balki shunaqadir, endi hozir bilmayman hali nima bilan tugaydi bu narsa. Bu videodagi holatlar ichki ishlar organlari faoliyatida doimiy uchraydigan narsa bular. Pritonlarga boradi bizanikilar, boshqa joylarga boradi. Unaqa kundalik ishimiz bu. Bu yalang'och erkaklarni, yalang'och ayollarni ko'rasiz, narkomanlarni ko'rasiz, jinoyatchilarni ko'rasiz, bu shunaqa rasvo odamlarni ko'rasiz. Bu kundalik ish faoliyatimiz bizani. Bu ham xuddi shu kundalik ish faoliyatining biri. To'g'ri, xodimlar noto'g'ri ish qilgani uchun javobini beradi. O'sha agarda qonun doirasidan chetga chiqqan holatlari hammasi bo'yicha javob beradi. Ichki ishlar organlariga nisbatan o'sha butun negativ, butun mana bu shov-shuv nimadan kelib chiqdi? Bu ayolni u yoqda qilgan ishi bo'yicha, bu haligi nalogovik qilgan ishi bo'yicha, u narsa bo'yicha kelib chiqmadi-ku shov-shuv. Bu ayol aynan meni urib, tepib, meni yechintirib, rasvo qilishdi bo'ladi degandan keyin kelib chiqdi. Lekin unaqa holat bo'lmagan-ku. Agar shunaqa bo'lsa, unda xodimlar nega u yerga borishgan? Axir avval soliqchi bilan shaxsiy adovati bor degan gaplar ham aytilgandi-ku. Endi o'zi asosiy ziddiyat nimadan kelib chiqqan? Mana sektor rahbarlariga bitta joydan kottejli xizmat uylari bergan. Hammasi bir joyda. U yerda bizning xodim nachalnik desa, oila bola chaqasi bilan birga yashaydi. Nalogovik o'tda yashamaydi. U faqatgina u yoqqa o'zini o'sha xizmat uyiga buzuq ayolni olib keladi. Bu aytgan, qilma bu ishni. Meni bola chaqam bu yerda bor. U ko'ryapti bular, tarbiyasiga ta'sir qiladi. Olib kelma qizlarni bu yoqqa degan. U yo'q, men olib kelaveraman, u qilaman, bu qilaman, meni xizmat uyim, meni joyim. Keyin aytgan, yaxshilik bilan tugamaydi bu narsa degan. Xuddi shunaqa holat bo'lyapti. Xabar kelib tushyapti, u yoqqa yosh qizcha olib kirib ketyapti deb, bizanikilar sirazu yetib boryapti joyiga. Qo'yinglar, bu narsachi doim bo'ladi ham, qaytariladi ham. Ertaga Xudo ko'rsatmasin, sizlar bironta uyda bitta begona odam qizchani olib kirib ketdi desa yoki Slovatxonaga kimdir bir yosh qizni begona odamlar kirdi desa, bizanikilar xuddi shunaqa chop boradi. Bu bizning vazifamiz bu. Biron joyda jinoyat bo'lyapti deb eshitdimi, hech narsaga qaramaydi, chop boradi. Bu ayol bilan bizning umuman ishimiz yo'q. Bu ayol ko'p katta ayol bo'lsa,
u nafsiga, u tarbiyasiga bog'liq, u kimlar nima ish qilib yurgani. Bu ayol o'rniga o'tib boshqasi ham bo'lishi mumkin edi. U umuman aloqasi yo'q bu yerda. Prosta bu keyinchalik chiqib, mana u qildi, bu qildi deb 6 oydan keyin tuhmat qilish boshladi. Tasavvur qiling, 6 oy oradan o'tyapti. Biz ham uni ham juda ham yaxshi bilamiz. Kim bunga o'rgatgan, nima deb o'rgatgan bunga, nima deb bosim qilishgan guvohlarga. Men tushunmadim. Demak, ayol shunda tuhmat qilayotgan bo'lib chiqyaptimi? Hozir singlim sudda xodimlarni og'ir turdagi jinoyatni oldini olish maqsadida amalga oshirgan tezkor qidiruv tadbirlaridagi xato va kamchiliklarni ko'rib chiqilyapti. Ularning harakatidagi qonunbuzarliklar ko'rib chiqilyapti. Bo'ldi. Birovni urgani, tazyiq o'tkazgani, u ayol kishini yechintirgani, boshqa uni o'zini o'ldirish darajasiga yetkazgani bironta narsa tasdiqlanmagan. Lekin shu bilan birga biz juda ham yaxshi bilamizki, nima uchun o'zi bu shov-shuv kerak bo'lgan. Bu ayol nima uchun 6 oy o'tgandan keyin o'sha sudga chiqish kerak bo'lgan jarayonda ommaga chiqib shunaqa shov-shuv ko'targan. Kim o'rgatgan bu narsalarni gapirishni, qilishni? Nima uchun qo'rqmasdan turib ular ham gapiradi-ku sudda, yo'q, to'xta, bunaqa narsa bo'lmagan-ku, mana videosi bor-ku deb gapiradi-ku ular. Shularni bilib turib, nima uchun bu gaplarni gapiryapti? Men o'zim o'ldirish darajasigacha yetdim deb gapiryapti nima uchun? Nima uchun ular meni tepdi, meni urdi, qornimga tepdi? Yana nima har xil gaplar, nima uchun gapiryapti bu narsalarni? Kim o'rgatgan buni? Biz juda ham hammasini yaxshi bilamiz. Shuning uchun biz o'sha qonun orqali sudda hammasini ko'rsatib isbotlab beramiz. Men o'ylayotganim, mana hozirgi tarqagan video ham o'sha boshida qilingan o'sha shov-shuv, ataylab uyushtirilgan shov-shuvni bir davomi sifatida deb o'ylayman shu hozirgi videoni. Endi tag'in ham bilmadim-ku, endi vaqt ko'rsatadi. Shohrux aka aytgan gaplaringizni yozib oldim. Uni tarqatsam bo'ladimi? Ya'ni rasmiy axborot sifatida qabul qilsam bo'ladimi? Yo'q, endi men rasmiy bunaqa bermayman-ku javob. Mana qarang, baribir jurnalistlar chiqib so'raydi baribir bu bo'yicha. Tarqatsanglar, bersanglar beraveringlar, mayli. Sog' bo'ling. Rahmat katakon, xayr, sog' bo'ling. Biz kimnidir ayblash yoki yon bosish niyatida emasmiz. Jurnalistik surishtiruvlarimiz hali davom etadi. Demokrat.uz sahifasini kuzatishda davom eting.